Men bu 2 teshikli 900 ot kuchli Lamborghini Urus videosini qilgan edim. Endi mana Mainstreamga kelsam, mana buni qaranglar. Lamborghini Urus SE ni qaranglar, akalar 1100 ot kuchga chiqarib qo'yishibdi. Venatus SE degan nom ham berib qo'yishibdi. Polni forged karbon qilib tashlangan. Bitta e'tibor berasizlar, akalar. Voy, yorib yuborishibdi lekin. Top diskadagi dizaynga bilmadim to'g'risi. Ko'ringlar, o'zingizlar baho beringlar. Lekin mashinani bor-u, вообще rostdan ham raketa qilib qo'yibdi-da, 1100 ot kuch qilib yuborgan. Bu mashinada atiga 7 dona ishlab chiqarilgan ekan. Voy. Mana Mainstream Atelier deb yozilgan. Polni ishlov berishibdi, ichiga ham oranjoviy qilib. Lekin mana bu yangicha rollari yomon ajoyibda. Spoilerlarini qaranglar akalar. 3 ta spoileri bor ekan. Bitta, ikkita, 3 ta. Bu mashinalar narxlari hozirgi kunda taxminan 800 ming, 900 ming dollar atrofida. Bitta baho beringlar. Aynan 4 teshikligimi yoki mana bu Venatus Evo degan kupesimi? Bundan 8 ta ishlab chiqarilgan edi. Lekin bundagi mana bu dizayni bor-ku, yorib yuborishgan akalar.